Chunki dadam bilan gapirmagan gaplarim ko'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Bu kabi qo'ng'iroqlar qahramonimizga endi armonga aylangan. Uzoq vaqt mobaynida musofirlikda yashab, armonlarini tabassum ortiga yashira olgan Dilfuza Alimova otasi haqida shunday hikoya qiladi. Lekin kam vaqt ko'rishganmiz. Juda ham kam. Sog'inganimizda borardik, ko'rishga borardik. Men oxirgi mana Kamchatkada kelib ketib o'sha 2 yilda bir, 3 yilda bir borgan paytlarim ham o'sha paytlarda armondan qoldi. Qaytarga boradi. Chunki so'raydigan ular menga aytadigan gaplarini eshitishni xohlardim-da. Ularni ham gaplari ichida ketgan, bizga ham ichimizda qolib ketdi. Endi Ali nima deydi? Nimaga qoldi? Qiyomatga qoldi deydi-ku, shunaqa bo'lib qoldi.